taqdirni hech narsa o'zgartira olmaydi deydi. Sahifalar tugagan, siyohlar qurigan, qalamlar ko'tarilgan. Illo deydi duo ta'sir qilishi mumkin ekan azizlar. Taqdiriga, qadarga duo ta'sir qilishi mumkin ekan. Bugungi kunda zakotimizni bersak, molimiz qoplanar ekan, jamiyat isloh bo'lar ekan. Undan tashqari bergan zakotimiz, bergan sadaqamiz sababli Alloh subhanahu va taolo taqdirimizda turgan baloni o'zgartirib yuborishi mumkin ekan. Mumkin ekan. Musa alayhissalomning oldilariga bir ayol keldi. Ey Musa, necha yildan beri bolam yo'q, farzandim yo'q. Bir duo qiling, Alloh menga ham farzand bersin. Musa alayhissalomga u ayolning nomai amali ko'rsatildi deyiladi. Nomai amaliga qarasalar, unga farzandsizlik bitilgan ekan. Farzand ko'rmaydi bu ayol, tug'maydi degan nomai amalida turibdi. Nima deyishni bilmas ekanlar Musa alayhissalom. Sabr qiling desalar, nimaga duo qilmayapsiz? Taqdiringizda shunaqa ekan deb qo'yibdilar. Keyin bir qancha yil o'tgandan keyin haligi ayol, ey Musa, endi meni haqqimga duo qilmang, balki qo'limda turgan bolamni ham duo qiling deb bolasini ko'tarib kelgan ekan. Musa alayhissalom hayron qolgan ekanlar. Subhanalloh. Robbim, buni qadari boshqacha edi-ku. Farzand bitilmagan qadarni menga ko'rsatding-ku, Robbim. Bunga nima bo'ldi? Nima holat bo'ldi? Sen yolg'onchi emassan. Sen qadarlarni belgilovchi qudrat sohibi bo'lgan zotsan. Alloh taolo aytgan ekan, ey Musa, bu ayol seni oldingdan bordi, noumid bo'lmadi. Duo qilaverdi, so'raverdi, kechasi ham so'radi, kunduzi ham so'radi, molidan berib ham so'radi, yordam berib ham so'radi, quvvatini sarflab ham so'radi. Natijada uni duolarini ijobat qildik degan ekan Alloh taolo. Qadarimiz ko'rsatilmagan, to'g'ri, bilmaymiz, hech kim bilmaydi. Jumani o'qiy olamizmi, yo'qmi, ma'ruza oxirigacha bo'ladimi, bo'lmaydimi, hech kim bilmaydi, eng yaqin inson. Lekin bitta narsani bilib olishimiz kerak. Duolarimiz albatta Alloh subhanahu va taologa yetib boradi. Qilgan duolar besamar qolib ketmaydi. Dunyoda foydasi bo'lmasa, Robbul alaminning huzurida oxiratda albatta foydasi bo'ladi.